Qon shakari ko'tarilganda organizmimiz ko'pchilik e'tibor bermaydi degan signallar yuboradi. Bu videoda o'sha signallar nimani anglatishini va ularga qanday javob berishni ko'rib chiqamiz. Qon shakari asta-sekin ko'tarila boshlaganda, hayot ham asta-sekin o'zgara boshlaydi. Yetarli uxlagandan keyin ham charchagan holda uyg'onasiz. Tanangizda doimiy og'irlik his qilasiz. Sevimli taomlaringizdan voz kechasiz. Tahlillar, shifokor ko'riklari, dorilar, barchasi odatiy holga aylanib qoladi. Lekin shunga qaramay, hech narsa to'liq hal bo'lmayotgandek tuyuladi. Bu zaiflik emas. Bu organizmning o'zgacha yo'l bilan yordam so'rayotgani. Asrlar davomida ajdodlarimiz tabiatdan shifo izlashni bilishgan. O'zbek oilalarida qon-qand muvozanatini saqlashda foydalangan o'simliklar haqidagi bilim avloddan avlodga o'tib keldi. Zamonaviy fan esa bu bilimlarni chuqur o'rganib, ularning organizmga qanday ta'sir qilishini aniq isbotladi. Diabetik forte aynan shu ikki manbani birlashtirgan holda yaratildi. Ajdodlarimiz merosidan va zamonaviy ilmiy tadqiqotlardan. Bu organizmning o'z muvozanatini tiklashiga yordam beruvchi tabiiy formula. Tarkibidagi bioaktiv moddalar hujayralarning glyukozani to'g'ri tanib olish va o'zlashtirish qobiliyatini yaxshilaydi. Bu jarayon yaxshi ishlasa, me'da osti bezi ortiqcha zoriqishsiz ishlaydi, qon shakari me'yorga tushadi va organizmning umumiy holati barqarorlashadi. Foydalangan ko'pchilik birinchi haftalardan boshlab o'zlarini yengilroq his qilishganini, kunduzi ko'proq quvvat sezganlarini va tunda tinchroq uxlaganlarini aytishadi. Qabul qilish tartibi ham juda oddiy. Kuniga 2 mahal, tushlik va kechki ovqatdan oldin. Kundalik tartibingizga hech qanday xalal bermaydi. Diabetik forte eng yuqori ishlab chiqarish standartlariga muvofiq tayyorlanadi. Sifat sertifikati har bir kapsulaning tozaligi va samaradorligini kafolatlaydi. Har bir partiya yetkazib berilishidan oldin qat'iy nazoratdan o'tadi. Salomatlik haqida qaror qabul qilganda, vujudga nima kirayotganiga ishonch bo'lishi kerak va bu ishonch aynan shu yerda ta'minlangan. Salomatlik haqida qaror qabul qilganda, vujudga nima kirayotganiga ishonch bo'lishi kerak va bu ishonch aynan shu yerda ta'minlangan. Sog'liqqa oid qaror qabul qilish katta mas'uliyat talab qiladi. Shuning uchun diabetik forte uchun to'lov faqat mahsulot eshigingizga yetib kelgandan keyin amalga oshiriladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish shu tartibda ishlaydi. Agar siz yoki ota-onangiz, yaqinlaringiz sog'liqni mustahkamlashni va hayot sifatini yaxshilashni istasangiz, javob video ostidagi havolada. U yerda tarkibning to'liq tavsifi, foydalanuvchilar tajribasi va buyurtma berish tartibi bor. Bugungi sog'lom qaroringiz, ertangi baxtli hayotingizning poydevori.